bolangiz bunaqaga boryapti, ikkinchi sinfku уже o'qiy olmaydimi haliyam deyishganda, men to'g'risini aytaman, o'qolmaydi deb aytganman. o'qolmaydiganni o'qolmaydi deb aytgan. O'qolmaydi, lekin hozir shug'ullanyapti. Voy, boshqatdan alifbo o'rganasizlarmi deyishgan. O'rganamiz boshqatdan. Hammaga qiziq. Hammaga qiziq bo'lgan, lekin sekin-sekin shunaqa bo'lib chiqdiki, men bolam o'qib ketdi, men bolam yozyapti, diktantlarni ham yozyapti, o'qiyapti, yodlayapti she'rlar. Bu kitob o'qidi degan bu faqat o'qidi emas, u diktant yozish kerak, she'r yodlash kerak, bayon yozish kerak, tasavvuridagi narsalarni to'g'ri yozib berish kerak, yoza oladi. Matn, insho yozgin desa yozib beradi. Ya'ni o'zlashtira olmaslik bu kamchilik yoki aql zaiflik emas ekan. Bola o'zlashtira olmayaptimi? Turtki berib, unga yordam berib yuborsa, eplab ketadi.